Aşlar qatnaşsa bo'ladi. Ularga bizning hech qanday gapimiz yo'q. Ma'na o'xshash. Yolg'iz chiqib olib bir YouTuber bo'lish sufti bilan taqtiq so'zlab. Bu kim o bu? Kim o bu? Bu kim o? Bu kim o siz? Nereden kelib, nerede o'qib, nima ishlarni qilib, bizga bir tushuntiring o'zingizni. Undan keyin shu o'ylaganlaringizni obdan desangiz, emas sizning YouTube tashkilotingizga agasam mayli, agar siz vatanga bizning tashkilot, bizning partiyadan qaraq chiqib turayotgan bo'lsa. Men agashma. Ammo ben xatolashdingiz, Guli Maqsud bu yerda to'xtab qoling. Bo'lmasa texnik maslahatlashib qolasiz, o'zingizning yuzini o'zingiz to'kib olasiz degandek gaplar bo'lib qolishi mumkin. Partiyaning ishini men jinim bilan vatanning ishi deb turib qo'yataman, juma. Ota-onamning jinini o'zingizlar ko'ryapsizlar, ikki qatam tahdid soldi, qo'ng'angni qistab Xitoyda. Men qismay vatan uchun ish qilayotgan vaqtimda mandaqlar chiqib qolsa, taqtiq so'zlasa, bir yarim soatlik so'zlab qo'ydigan haqqimiz bu. Hücum qildiganlar ekan shunda. Bundaqlarni bu hadimiz ekansiz, bir ayol kishi ekansiz, to'xtab qiling, chiroyli gap qilayotgan to'xtab qiling. Siz emas. Kim bo'lsin, erkak bo'lib, mo'shundaq men degan nochi, Seyit nochi men, ondaq-mundaq deb bizning partiyaga haqorat qilib baqsin sizga o'xshash. O'xshash chiqib partiyaning inoatini biz qo'g'dash uchun jinimiz pidada turmiz har vaqt. Partiyadagilar aytib bo'ldi, undaqlar ish uchun vaqtini ajratma. Ular ish qavishsa biz qavishmaymiz, ular bilan uchishsa biz chishnimay, bularning o'yiniga, masalan, agar bu Xitoyning o'yinlari bo'lib bizga işte hujumlar bo'lib kelsa, biz bu Xitoyning bu o'yiniga tushmayli, samimiga tushmayli. O'zimizning inqilobini qilayli degan. To'g'ri dedim men, to'g'ri. Ammo hujum haqiqatan yaxshi mudofaa. O to'g'ri. Lekin to'xtab qoling deb chiroyli degandagi yana to'xtab qolmaganligida men ko'rdim, unda asa bir azroq bir gapni anglab, buni ashu darajaga apaqisi bor ekan deb o'yladim. Apaqisi bo'lsa, aprivason qo'limiz ko'ksimizda biz ishimni qo'qab qildigan, yo'qsa u vaqtda o'tib ketdik. Muradlar sende qiyindoshlarimiz bizni uyg'otyapti. Qo'rqmay bo'layli degan vaqtida bir zot qopab, unda tikuyoq gaplarni qilsa, biz o'zimizdan o'ylig'inni ham bizning inson bo'lish suftimiz bilan o'ylaymiz. Bo'lmasa qarsam oxirida egishib degan taqtib qilganlar ekan, shunaqanday ba'zan odamlar, insonlar shu YouTuber bo'lsa mana like and dislike deganga bak diqqat qiladi. Masalan, mana dislike'ni qarab. Qaranglar, bizda shu manqitaylarga o'xshatadi-da, bizda manqa, manqitaylarga. Maylaqa, "O'sigun sendan ta'de" deb Xitoyning farda go'ardaylar va dadapsi gonsandaning. Shu Xitoylarga qasam berib kirgan meni ham boshqa vatanparvar, vatanso'yar, vatanga ish qilib beray deb kirmoqchi bo'lgan, kirib bo'lgan qarindoshlarimizni mushu manqitlarga o'xshasa biz qarab tursak bo'lmaydi. Bunda qilmaymiz, bizning log'otimizda yo'q, mening log'otimda yo'q. Men jim turay degan, men ismimni tilga qilib, meni qalisini juyatdi degan bu haqoratchimi qarindoshlar? Bir dadı bo'lgan odamga, bir maydasiga mushlab bir ish qilma vatan uchun degan bir odamga qolsa unda oson yurib ketadigan ish bo'lsa, bu bir haqorat bu. Menga haqorat qilgan yerda men chiqib shikkiga so'zlab qo'ydigan haqqim. Asma o'zim tutilib 1-2 minutdan buni to'xtalib o'tib ketay degan. Lekin o'zim tutamadim. Balkim shu ba'zanlar o'zining maqsadiga yetgan bo'lishi mumkin. Yana qanday xarlash, sifat siz xarlashlar bo'lsa, to'g'ri ko'rsanglar, qilsanglar bo'ladi, qarindoshlar. Bizning qo'rqib qoldigan yerimiz yo'q, ammo tayyorlik bilan chiq, cho'ng, unda bir bizning jinimizda og'ida ekanmiz, bizni yo'q qilayotgandek bo'lgan vaqt, ashunchalik bo'lsang teqi yaxshi. Undaq bo'lmasang, vari qilma. Bu yerda undaq fushaq, tuki yo'q, zot tuki yo'q. Adamlar taqtiq so'zlaydiganlarga bizning vaqtimiz yo'q.
Bizim vaqtimni ajratqim yo'q. O'zim dedim, ishga kurji qoqatyman, undan keyin kitobni yozayotimiz. Undan keyin partiyaning ishlarini kompyuterda taqaraq qildigan ishlarim nurg'un. Tumaymiz-da hamda biz bu partiya vatan uchun biz qilmiz u budayotgan bo'lgandan keyin bizga hujum kelgandan keyin biz uningga hujumga tushliq. 10 mushasa sol mushatimiz. Sol mushasi kalla bilan birini qo'yamiz degandek. Bizning jinimiz tayyor bu yerga kirganlarni. Shunga vari sen bu darajada bo'lmasang vari qilma, to'xtab qol. Siyib kirib uxlab qol. Yamsi qilayotgan ishingda aslında o'zirlab ju. Mancha odam ko'ribdi, 70 odam ko'ribdi, 80 odam ko'ribdi. Mening og'zim qarab o'tirgan odamlar nurg'un deb yuriyva. Hech nima bo'lmaydi. Aralashma bu ishga. To'pichashma, aqimizdan pichoq qilma. Deydiganim shu. Bizga Guli Maqsud deb bu yerda bir Guli Maqsudni qasddan maxsus bu yerda tanqid qilgan bir maqsadim yo'q-da. O'zinglar bildinglar, biroq ashada chiqib azroq portlab ishlar bo'lib qoldi. Ammo bu qiynashimdan men yana sonishib qissa qilaverma. Ama qilgan ish to'g'riliq, shu ishlagan shu partiyani xarlab qilgan videolar to'g'riliq, men shunday ta'ziya bildiryapman. Xato. Chunki birinchidan isbot yo'q. Isbotsiz xarlagan insonni xarlasa bu yerda inson emas, hozir bu yerda bir inson emas, bu yerda hozir degan nurg'un insonni xarlab bo'lyapti hozir. Shunday qolgandan keyin bu yerga chiqib so'zladim, ammo meni bu shaxsiy adavatim yo'q bu. Hadimiz bilan, Yani hadimiz deb turay. To'xtab qoldi. Kechirim so'radi. Bizdan 1500 odamda kechirim so'radi. Bizni qalish julib ketgan. Undaq shu manqim vumolaga o'xshatib, qig'ini bu bir cho'ng bir haqorat. To'xtab qoldi. Bo'lmasa, menchi bo'lsa, ziyon tatib qoldigan odam yana shundaq taqtiqqa so'z qilgan, yo'masa isbotsiz haqorat qilgan odamlar her xil hücum, her xil küprəndi insanlar yağılması özümüzden, işçiden, başka milletten, hoşlu milletten, yağılması aşağıda düşmemiz olan Xitay'dan en ahırda kelişi mümkün. Biz teyya, kel, dedim o, kel cinimizden birden bir al, yağılması yok kuvvet. Bu partiyanı, kılalısan kıl, kolondan kes kıl, biz teyya. Kılamı, Mence sen 100% muradınga yetemeysin. Çünkü Uygur'un vakti geldi hem de. Uygur'un hürlük çıktıgan vakti geldi. Bunun men hem bizden partiyadagilar cheksiz şengeşke müşahede teşkillayli Xitayning en hoş yoqishini qilayli deb turib teşkillayapmiz. 1500 a'zo bo'ldik. Bundan keyin 10 mingga chiqirmiz inshaalloh. 10 mingga chiqargandan keyin biz iqtisodiy jihatdan kuchlanamiz. Biz son jihatdan kuchlanamiz. Bir yerga bossimi, Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi, 10 ming kishilik a'zosi bor. Mushda partiya, politiko partiya deb chiqdi. Xalqarada Uyg'ur degan kim o? Uyg'ur degan 10 ming kishilik bir partiyasi bor, bir millat. 10 ming kishilik inson bir nishon uchun kurash qilayotgan bir millat. Gerçi 10 ming kishi degan bu bizning mingdan bir qismimizga teng kemisimi, lekin shuningmi bizning 70 yil bo'lgan 15 kishilik, 30 kishilik tashkilotlarimizdan jiq yaxshi. Bu davoni, bu Uyg'urlarning balvog'ini yana bir darajaga ko'taradigan bir ish bu. Bu gap birisi uyutib, birisi emas, ishimdan chiqarib to'g'ri bir gashga iniq bo'lg'ashqa da'vat majmua bu ustalimiz partiya degan shu. Nimishki biz jiqsanni olamiz. Pulga kelganda davlat qurilib bo'lgan bir Kanadadagi partiyaga silishtirib, oyda bir odat partiyaga $15 ketadi ekan. Yilda $15 ketadi ekan. Bularga biz ayda $12 to'laymiz. Iniq. Menchi bo'lsa, puli vala texmijik bersin. Vatan uchun shunlashqa men ayolimni berdim. Ayolimni yana bir kishigasini qo'shdi. Chunki bu gerçi ayolim partiyaga yig'inlar qatnashib bo'sh qilmasimi, men yana bir qo'sh kishilik badal pulni bermoqchi. Men o'xshash qilayotganlar nurg'un. Biz ishchimizdan chiqarib pulni yig'ib bir ish qilaylik deb qilyapmiz. Bu chunki bir hargiz bir teshik bir xaltaga tashlab atmaymiz pulimizni. Taşı saklı yo'qolib ketadigan.
pulning soni iniq, bizning foundation iniq bor. Sen ishonsang, ishonmasang u narsa bor. Agar bak kirgin kep kelsa, agar bak bilgin kep kelsa, kar o'z ko'zing bilan ko'sib mishak mashinada akab ko'sib qo'ysanmi bo'ladi. Bizning foundation qanchalik pul bor? Qanchalik odamlar qancha pul yig'ildi? Agar vaqt kelsa ishonmayman, sen bir qo'ymichi, sizlar bir qo'ymichi desanglar, ashunda qilsaqmi bo'ladi. Ammo isbotsiz qarchaplagan qarindoshlarga u qandaq so'zlar bilan ta'sirlashini, ularning qanday so'zlar bilan ta'sirlashini uqmayman. Ham bu yerda o'zimning obrazini tushirog'im yo'q, o'zimning inovatini tushirog'im yo'q. Bo'pti. Biz tayyor. Bundan keyin hujum texnik kelishi mumkin. Biz tayyor. Uyg'ur uchun, vatan uchun bir ish qilamiz degan insonlarga, bu kollektiv, bu vatanparvarlar qo'shiniga qanday hujum bo'lsa, qilib baqsanglar bo'ladi qarindoshlar. Chunki bizdan qo'sqimizdan og'riqi yo'q, tavuz ishdan qo'rqmaymiz. Qo'sqingning og'riqi bo'lsa, ashla izlasakmi, rahmaydan chaqasaqmi, chiqmasligi mumkin. So'zlaymasligi mumkin. Yana da'vatima, agar mushu bizga haqorat qilganlar meni yamiz Najmiddinkamni kimni sakniga taklif qilib savol so'rasa bo'ladi. Xalqaroga satliging bo'lsa, naq maydonni satla. Unda olgandan keyin qarindoshlar, bizdan qo'rqishimiz yo'q. Partiya uchun, vatan uchun jinimiz pido. Kallı juyish emas, buni men xalab qilyapman, qarindoshlar. Mening kallamni juydiganga hech kim yuvib bo'lmaydi, qarindoshlar. Sening kallangni men yuvib bo'lmayman, yuvib bo'lmag'achqa Gongsandangdek insonlar yuvib bo'lmag'achqa biz mayada Xitoyga kurash, Xitoyga hujum deb atlandik. Hamda sen qopab meni bir kichik baliq o'xshatib, kallas yuyib ketgan deb o'xshatib, bizning partiyadagilarga kichik baliqlarga o'xshatib, og'zidan sut tamchiydigan bir kichik baliqlarga o'xshatibdi. Sen kel, menimda paranglash, og'zimda sut tamchamdi, boshqa narsa tamchamdi, uni o'zing bilib qolsa, vaqt kelgan taqtiq so'zlama, jo'lama, alijoqidek qiliqlarni qilma. Kim bo'lsang. Ammo ishimiz har vaqt har qanday qarindoshimizga savolga o'choq, qarindoshlar. Bu yerda bir narsani bir yo'shog'idek bir narsa yo'q. Hamma narsa to'rda. Bizning to'rbatiga chiqsanglar, Sharq Turkiston to'rbatiga chiqsanglar, Cumhuriyetchilar partiyasining to'rbatiga chiqsanglar, hamma narsa bor. Nizomnomlarimiz bor. Ovozliq nusxasini, video nusxasini men ishlayapman. Men qilyapman. Xitoyga ota-onamni o'ttasang, o'tda deb turib qilyapman. Ammo shunday ko'zim qizilib, bo'p bo'lgan vaqtida fushaq-tushaklar chiqib, varanchuron qilsa, o'zingning yuzini to'kishga tayyor bo'l. Bizni biraqlam yo'q qo'yishga tayyor bo'l. Deydigan gapim shu, qarindoshlar.